Maşinuri bilen söhbət vatandaş. Bugün çislaq 2022 yıl 5. ayının 10. günü. Maşinuri efendi, gubernatör, Uyg'uriston mustamlik Uyg'uristonning gubernatoru Maşinuri efendi. Yuqorida leksiyalarimizni anladınız, siz mi anlap duruyorsunuz? İşinimiz bunu anlap duruyorsunuz. Yuqorida nima deyildi? Tayvan Jungo'nun bir qismi emas. Tayvan mustaqillik jakarlasa, Amerika Qo'shma Shtatlari bunun qarshi tugadi. Jungo Kompartiyasining 70 yillik hayoti oxirlashdi desak mi bo'ladi? Jungo Kompartiyasining Jungoga hukmronlik qilishi oxirlashdi desak mi bo'ladi? Yoki hozir jidallayotgan Jungo Kompartiyasi a'zosi navbatdagi rahbarlari, sekretarlari, raislarining bütün tirishchanligi, siyosiy tirishchanligi, ömrü saqi tirishchanligi, baqiy tirishchanligi tugadi. Çünkü Jungo Kompartiyasining har qanday, har navbat boshligining og'zidagi birdan bir gap Tayvanni ozod qilamiz. Tayvan Jungoning zamini. Tayvanni birlikka keltiramiz. Tayvan qarindoshlarga murojaat. Tayvanlik do'stlar. Tayvanlik mehmonlar. Tayvanlik siyosiy kengash a'zolari hammasi Jungo Kompartiyasining og'zidagi gaplar va amaliyotda qilib kelgan ishlar. Bugun öndash belgisi qo'yildi, tugadi. Tayvan Jungoning bir qismi degan gap tugadi. Tayvan mustaqillik jakarlasa qarshi turamiz, qo'llamaymiz degan gapmi tugadi. Nima qilsang ixtiyoring, Tayvan qilasan, nima qilsang ixtiyoring. Tugadi. Maşinuri efendi logikali fikr qilishning davomi bo'ladi. Hukumdan hukumga sakrashga to'g'ri keladi. Hukumni hukumga selishtirishga to'g'ri keladi. Mushundaq bir paytda hozir bu hukum o'tirg'i chiqdi. Tayvan Jungoning bir qismi emas. Demak, mustamlika Uyg'uriston Jungoning bir qismi emas. Tayvan mustaqillik jakarlasa qarshi turmaymiz. Demak, Uyg'uristonda qurilgan davlatlarni Uyg'urlar asliga keltiraman desa qarshi turmaymiz. Maşinuri efendi, biz Uyg'ur Zionistlarimiz. Uyg'uristonda qurilgan 3-chi Cumhuriyatni Uyg'uriston nomida asliga keltiramiz. Ve Uyg'uristonda qurilgan 3-chi Cumhuriyatning boshlig'i Ahmadjon Qosimi rahmatlikning ölüm hadisi yoki shundoq bir hadisi bilan qazo qilganligi va yoki men orliq so'zlagandek Rossiya Lyubyanka KGB turmisidan Ahmadjon Qosimi qatorliqlarni Xitoyga sharq shimol orqali Xitoyga o'tkazib berganligi 1962 yili 5-ay. Muşularını delilep sözlep çıktım, kullandım, kitap turuptu, kitapını körüsüp durup sözledim vatandaşlara. Bu değil o. Bu halkara değil o. Mavzudun ile Stalin ortası suikastga uçurap öldürülgen Uygur'un devlet başlıkları değil olsa aşkarlanış gerek. Ben bir kıskarak sözleymen hem vakit şu, Maşinuri efendi, siz 20 gün oldu bugün, 20 gün içinde Barchilat Xonim, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk valisi Barchilat Xonim ziyaret qilish vaqtini e'lon qilmadingiz yoki ziyorat keldi demedingiz yoki ziyorat qilib bo'lib qaytdi demedingiz. 20 kun qoldi. Maşinuri efendi, shuni men agar ziyoratga yetib bormagan bo'lsa, vali Barchilat Xonimning mustamlika Uyg'uristonga qadami tekkan kuni ve u yerdagi yerli xalqlar gubernatori bilan ko'rish bo'lib, Barchilat Xonimning shundoq bir talab qo'yishini, ya'ni Uyg'uristonning ili o'lkasiga berib, G'ulji shahridagi Ahmadjon Qosimining qabristonligini yo'qlashini, bu kim deb savol qo'yishini, bu kimning qabristonligi deb savol qo'yishini, Ahmadjon Qosimi Uyg'ur davlatining boshlig'i ekan, bu kishi qanday hodisiga uchrab qazo qildi deb savol qo'yishini, bu kishi aeroplan voqeasiga uchradimi yoki aeroplan voqeasi bilan suiqasd o'ldirildimi deb savol qo'yishini,
yoki bu voqeani yolg'onda to'qib chiqarib, Rus bilan Xitoy birlashib, Moskvadagi KGB'ning turmisi Lyubyanka turmisidan Ahmadjon Qosimini elib chiqib, 1962-yil Jungoga topshirib berdi. Ahmadjon Qosimi qatorliq davlat rahbarlarini Jungo birtaraf qildi. Nima uchun degan savolni qo'yishini, Barchilat xonimning shundoq savol qo'yishini umid qilamiz, talab qilamiz. Chunki bu yerga bir tarix, bir millatning 35 milyon millatning tarixi ko'milgan qabridir. Chunki bu qabrga ko'milgan arzular, siyosiy arzular mustaqil bo'lgan bir millatning, mustaqillik e'lon qilgan bir davlatning davlati munqariz qilingan va xalqaro yig'inlar Yalta Moskva konferensiyasi orqali Xitoyga qo'shib berilgan tarix ko'milgan qabridir. Şunlaşqa Barchilat xonimning, ya'ni so'zimni qisqartay, mustamlika Uyg'uristonni ziyorat qilganda G'o'lja yoki Ili o'lkasiga berib, G'o'lja shahardik davlatning 3-chi qatim qurilgan Uyg'uriston Jumhuriyatining davlat arboblarining qabrisini yo'qlab, shu qabriga men yuqorida aytgandek, yuqoridagi savollarni qo'yib qaytishini, shu masalani qo'ya olsangiz, shu qabristonlikni ziyorat qila olsangiz, shu savollarni qo'ya olsangiz, Uyg'uriston masalasi bir daqiqa ichida hal bo'ldi. Barchilat xonim, so'yqirimi bir daqiqa ichida hal bo'ladi. Bir millatni yo'qotish uchun taraddud qilishim bir daqiqa ichida hal bo'ladi. Hamma narsa hal bo'ladi. Hal qilishning yo'li mana shu. Tashirib berib, turmaga tashirib berib, nazarbandga bir ishki Uyg'ur bilan ko'rishdi deyilgandimi, o Uyg'urlar o'zining ko'nglidagini sizlarga so'zlab berolmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hozir Urumchiga yoki mustamlika Uyg'uristonga ziyorat bilan berish uchun tayyorlik qilayotgan dunyoviy odamlar, Barchilat xonim va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetining boshqa rahbarlar, bizdan sizlarga qo'ydigan talabimiz shu. Masalaning ochqichi mana shu yer. Hozirgacha xabar qilmadingiz, Mashinro'y apandi 20 kun qoldi. Lekin shu narsani tunugin radiodan ko'rdim, Mashinro'y apandi siz hozir Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda chegaralarni yo'qlab yuribsiz. Masalan, Qizilsuvga berib, Uyg'urning Qizilsuv o'lkasiga berib, Uyg'urning Qirg'iziston bilan chegaralangan chegaralarini ko'zdan kechiribsiz. Yana boshqa yerga beribsiz, masalan, Xotanga beribsiz. Balki Qonjirab degan Vahan koridor deydigan qatorliq chegaralarni tekshirgan bo'lishingiz mumkin. Buning sababini qo'rqib ketmang. Mashinro'y apandi bu yerda unda ish bo'lishi mumkin emas. Jahon tinchlik bilan hal qilishi lozim. Bu yerda tinchlik degan gap Stalin mashinaga qachilab, harbiy aeroplanga qachilab Uyg'uristonga elib keldi Xitoyning armiyasini. Bugun ya'ni shu Stalin hozir Moskvadagi harbiy paradni mangdigan yo'lini tuzuk mangolmayotgan Prezident Vladimir Putin yana shu harbiy aeroplanga qachilab, yana shu harbiy mashinalarga qachilab Xitoyning armiyasini Uyg'uristonda elib chiqib ketsalar, hamma ish hal bo'ladi deyman. Mashinro'y apandi, sizlarga boshqa yo'l yo'q. Sizlarga Jungo kompartiyasiga endi boshqa yo'l yo'q, yo'l yetildi. Ko'rdingiz, men bosh dedim-ku, Tayvan Jungoning bir qismi emas. Biz bugun deymizki, Xinjiang Jungoning bir qismi emas. Mushunda keldi, mushunda logikalik keldi, mantiq bilan keldi ishlar Mashinro'y apandi. Shunga mushunda paytda bu paytni ching tutib, yaxshilik bilan bartaraf qilish masalan, adil bartaraf qilishdan iborat bu yo'lni tanlab olishinglarni umid qilamiz, Mashinro'y apandi.